Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondonligida so'z mulkning sultoni Nizomiddin Mir Alisher Navoiy hamda shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludi munosabati bilan ikki daho ikki bebaho mavzusida adabiy badiiy kecha tashkil etilib, tadbirga Navoiy va Boburshunos mutaxassislar hamda el suygan kino va teatr aktyorlari taklif etildi. Unda so'z olganlar o'zlarining Navoiy hamda Mirzo Bobur asarlarini o'rganish xususida olib borayotgan tadqiqotlari hamda ilmiy izlanishlari yuzasidan fikr mulohazalari bilan o'rtoqlashib, ushbu ikki buyuk siymoning asarlarida ulug'langan insonni kamolot sari yetaklovchi milliy va umumbashariy g'oyalar bugungi kun uchun ham g'oyat muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlab o'tdilar. Bugungi uchrashuvda meni bir narsa mamnun etdi. Hazrat Navoiy haqida so'z yuritganimda ham, Bobur Mirzo haqida so'z yuritib, o'zimning o'sha Boburning gavharlari deb nomlangan dostonimdan parchalar o'qiganimda ham tinglovchilarimizning ko'ziga boqsam, ular allaqachon Hazrat Navoiy va Boburga oshno bo'lgan, ma'naviyatini qalbiga joy etgan, ularning asarlarini sevib o'qiganlari shunday ko'zlardan ko'rinib turibdi. Hazrati Mir Alisher Navoiy ta'bir bilan aytganda, har tunimiz qadr ulubon, har kunimiz bo'lsin Navruz, ya'ni bayramlar, yangi kunlar hammamizga muborak bo'lsin. Tadbirning badiiy qismida elimiz suygan san'atkorlar tomonidan Navoiy hamda Bobur asarlari asosida sahnalashtirilgan spektakllardan parchalar namoyish etildi. Ta'kidlash joizki, o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar ajdodlarimiz qoldirgan ulkan adabiy merosni yangi qirralarini kashf etilishi bilan birga harbiy xizmatchilarning ma'naviy olamini yanada boyitishda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi.